Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan milliy sertifikat imtihonlarida tushgan ba'zi misollarning yechimlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi misolimizda ABC turli raqamlar bo'lsa, 100A plus 10B, 100A plus 10B plus C ning eng katta qiymatini toping deyilgan. 100A plus 10B plus C bu A, B, C uch xonali sonni bildiradi. Turli raqamli eng katta ABC uch xonali son A teng 9, B teng 8, C teng 7 bo'lganda bo'ladi. Demak, ABC sonimiz 987 ga teng bo'lar ekan. Ikkinchi misolimizda kasrning qiymatini hisoblashimiz kerak. Buning uchun kichkinagina belgilash kiritib olsak, 2022 sonini A deb belgilab olsak, 2021 sonimiz A-1 ga, 2023 sonimiz esa A+1 ga teng bo'ladi. Endi belgilab olingan ifodalar o'z o'rniga keltirib qo'yib hisoblaymiz. Demak, A-1 taqsim A bo'lingan A-1 taqsim A ko'paytirilgan 1 taqsim A+1. Endi qavsni ichiga umumiy maxraj beradigan bo'lsak, A ning kvadrati -1 taqsim A bo'ladi. Ko'paytirilgan A taqsim A-1 ko'paytirilgan 1 taqsim A+1. Endi maxrajda turgan ikkita ifodani bir-biriga ko'paytirsak, A ning kvadrati -1 taqsim A ko'paytirilgan A taqsim A ning kvadrati -1 bo'ladi. Demak, ifodalarimiz bir-biriga teskari ifodalar ekan, ularning ko'paytmasi esa 1 ga teng bo'ladi.